Mehmonlar, mana bugun bizning mahallamizda Ziyoli mahallasida qo'shaloq bayram. Albatta bugun mana muborak ro'z Ramazonda Hayit bayrami. Ikkinchidan mana mahallamizda albatta mana xo'p Ziyo maskanlari qurildi, yana mana shifo maskani, mahalla komitetlarimizga maskanlar qurildi, bolalarga o'yingohlar qurildi. Mahallalarimizda mana xo'p yo'laklar, trotuarlar, asfaltlar yotqizildi albatta. Buning uchun mana prezidentimizga, yuqori tashkilot rahbarlariga, mana shu yerda xizmat qilganlarga, barchalarga rahmatlar aytamiz, minnatdorchilik bildiramiz. Avvalo Allohga hamd va sano, shukrlar bo'lsinki, mana shunday tinchlik zamonda yashayapmiz albatta.
albatta shukr qilsak, mana shunday zamonlarda Alloh o'zi ziyoda qiladi. Shukr qilsangiz ziyoda qilamiz deydi. Albatta Alloh taolo qilgan shukronlarimiz munosabati bilan mana shunday kunlarga sog' salomat yanagi yillar ham eson yetib kelib, muborak ro'za Ramazonlarga, mana shunday Navro'z kunlariga, mana shunday sog'lik, salomat, tinchlik, omonlik kunlariga hammamiz bola chaqalarimiz bilan, ota-ona, aka-uka, o'g'il-qiz, nevara, qo'ni-qo'shni mahalga yetib kelib, mana shunday xursandchilik kunlarda yuz ko'rishimizga o'zi Alloh nasibador qilgan bo'lsin. Hammalaringga tabrik, mana shu bugun bayramlar bilan tabriklaymiz. Hammalaring sog' salomat bo'lib, nurlaring uzoq bo'lsin. Alloh o'zi nasibador qilsin. Bir rahmatga arhamar rahmat. Amin. Tani sahatni bersin, xotirjamlikni bersin, boy davlatini bersin, qizil barakasini bersin. Xudoya Parvardigor mana pochchamiz ham umr uzoq bo'lsin. Don pochcham bo'lsin. Kunchalik hammani yig'ib, hammasiga nima qilib, Xudoga shukr, pochchamizni Xudoya dini sog' bo'lsin. Jashadan umr uzoq bo'lsin. Beni sog' bo'lsin. Qarzlarga iymonni bersin, jashalarga umr bersin Xudoyim. Hammalaring umr yashlaring uzoq bo'lsin, safarlaring bexatar bo'lsin. Xudoya Parvardigor bizni iymonimizni bersin, dinlarimizni bersin bolam. Biz ko'rdik. Endi sizlar ko'ringlar, yoshlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yomonliklarni ko'rmayin. Arqamda qolinglar. Ustam, qanday endi? Olmaliqlar yaxshimi? Mana Olmaliqdan keldim, qishlog'imizni tan olmay qoldik. O'zgarishlarni qarang. Mahallani qara obodligini. Bugun bayram, o'rtoq. Bugun bayram mana qishlog'imizda. Keldik Olmaliqqa. Bugun hayitga, ro'zaga shunchalik bayram qilyapti, rahmat. O'zgarishlar qanday mana bizning qishloqlarda? Zo'r mana. Qarang, bu bir kelganingizda manetlar bormidi? Yo'q edi. Mana o'zgarish qarang. Shu yurtimizda bo'ladigan beribdi, mana shaharga ketganman, qishloqqa qaytib kelaymi deb turibdi. Ana sharoit. Ana sharoit. Bor. Shahar tip bo'ldi-da bizning qishloqlar ham. Shahar tip. Hozir birikta do'stlarimiz keladi, ular ham lol qolsa kerak bu sharoit. Oldin kechalari bilasanmi, mana shu yo'ldan yursak to'qonab, mashin yo'llari tamom o'ydim chuqur. Mana qarang, chiroyli bo'lsa bo'lar ekan. Bunga barisiga yurtboshimizga rahmat. Mana shu kattalariga, masalan, viloyat hokimliklariga, barisiga muqarrar bo'lsin. Shunchalik yaratib, sharoit qilib beryapti. Ana shuda buni yaxshiligini bilish kerak. Tratorlarda oldindan yurarmidik, trator bor. To'g'ri. To'g'ri gapingiz. Haqiqatan nihoyatda zo'r bo'ldi. Vaqtimizga quyosh charaqlab turibdi, bu ham Xudoning inoyati. Albatta. Hayit kunlariga to'g'ri keldi. Bu bayramni faqat shaharda ko'rardim oldin yoshlik. Mana bizning qishloqqa ham kelsa bo'lardi mana bizning qishloq. Mana bo'lar ekan bayramlar qilsa. Hamma shaharga talpinyapti. Mana qishlog'imizdan bir obod bo'ldi. Shahardan nima kam? Shu hamma yoshlar o'qisa, ilmli bo'lsa, mana shu shaharimiz, qishlog'imiz obod bo'lar. Albatta. Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun qishlog'imizda katta bayram, mamlakatimizda katta bayram. Buning sababi Navro'z bayrami. Shu bayramga yetkazganiga avvalo Allohga shukr. Undan keyin shu bayram tashkil qilgan tashkilotchilarga, prezidentimizga, davlatimiz boshliqlariga, rahbarlarimizga, hammaga katta rahmat. Sog' salomat bo'lsin vaqtimizga. Yurtimiz obod bo'lsin bundan ham. Mana yo'laklar qurildi yangi, bolalar bemalol maktabga borib keladigan bo'lyapti. Shahrimiz, qishlog'imiz obod bo'lyapti. Yetkazganiga shukr. Shuning uchun hamma tashkilotchilarga, rahbarlarimizga katta rahmat. Omadlarini bersin, kasb-korlarga umrlariga Alloh baraka bersin. Sen yolg'iz emassan mahalladoshim, boshingda tog'dayin prezidenting bor. Sen yolg'iz emassan mahalladoshim, xalqsevar mehnatkash hokim boboing bor. Sen yolg'iz emassan mahalladoshim, hokim yordamchisi Islomjoning bor. Ey yosh yigit qizlarim, hecham o'ksima. Yoshlar yetakchisi Muhiddining bor. Jon jigarim xastaman dema, boshingda oq xalatli shifokoring bor. Yosh yigit qizlarim, hecham o'ksima. Pandi nasihatlar kerakmi senga? Makka-yu Madinani ziyorat qilgan, tilida Allohni zikr aylagan, nuri nimalarga to'la hoji bobolarim bor. Hammalaringni Navro'z bayrami bilan, hayitlar bilan chin yurakdan tabriklayman. Nima niyatda yurgan bo'lsalaring, Allohim niyatlaringga yetkazsin. Mana shunday oramizdagi nimalar hech qachon yo'qolmasin.
Mana shunday bayramlar har doim davom etsin. O'zbekistonimizda osmoni musaffo bo'lsin. Prezidentimizni Xudo o'z panohida asrasin. Assalomu alaykum. Hurmatli Bekobod tumani Ziyoli mahallasi fuqarolari, nuroniylarimiz, hamshaharlarimiz, mana biz ham Quychirish tumanidan mehmon bo'lib kelib bugungi mana do'stlik bayramiga keldik. Birgalikda Xudo xolasa bugun chiroyli mana shu kuxda o'tkazamiz degan umiddaman. Xudo xolasa shuna bayramlarimiz ko'payaversin. Bizning asosiy maqsadimiz shu xalqimiz xursand bo'lsin. Xalqimiz mana yoshlarimiz xursand bo'lsin ilohi. Assalomu alaykum. Hurmatli Bekobod tumani Ziyoli mahallasini, umuman aytganda Bekobodni sevib bugungi kunda o'zini mehnatini ayamaydigan Ziyoli mahalladoshlar, bugun sizlarni umumiy hayit bayrami bilan tabriklayman. Sizlarga uzoq umr, baxt, saodat, har doim mana shunday yig'in, har doim mana shunday xursandchilik kunlar bo'lsin. Xalqimiz yil boshida turibmiz, yilimiz yaxshi kelsin. Xonadonlarimizga qut baraka kelsin. Dehqonchiliklar hamma umidda yurgan dehqonlarimizni xirmonlari donga, hamyonlari daromadga to'lsin. Umuman aytganda muhtaram prezidentimizni O'zbekistonning qaysi bir chekka qishloqi bo'lmasin, har bitta mahallasiga e'tiborlari mana shuni yaqqol misoli ko'rinib turibdi. Bu ajratilgan mablag'larni mana shu yerda bir chekkadan mahalladoshlar bilan, umuman oqsoqollar bilan birgalikda maslahatlashgan holda bular bilan qanday qilamiz, qanday boshlaymiz degan maslahat bilan ish boshlagan edik. Lekin mana oz fursat o'tib mana shu joyda bir maskanga aylandi. Mahalla binosi, tibbiyot maskani, bolalar o'yingohi, mahallaning markaziga aylandi shu qoldi. Bu yerda otaxonlar, opaxonlar hammasi shu yerda hasharchilarga yonma-yon turib mehnat qilishdi. Bularni ham xonadonda qut baraka bo'lsin. Ayyomimiz yana bir bor muborak bo'lsin. Rahmat. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi 2022-2026 yillarda obod qishloq va obod mahalla dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida
Prezident qarorining 172-sonli qarorini ijrosini Begobod tumani Ziyoli mahallasi hududida amalga oshirilgan ishlarda yaqindan ko'maklashgani uchun tuman obodonlashtirish bo'limi xodimi Berdiqulov Safarali Jamolidinovich taqdirlanadi. Begobod tuman hokimi Shuhrat Begimqulovich Do'stbekov 30-mart 2025-yil. Soatimga qarasam chiq etaveradi. Meni umrimni aldab olib ketaveradi. Soatimga qarasam chiqillab yuraveradi. Meni umrimni aldab olib ketaveradi. Men yurgan yo'llarda boshqalar yuraveradi. Men qo'shiq aytgan sahnada boshqalar kuylayveradi. Quyosh botib, oy chiqib, kunlar o'taveradi. Soatim esa parvo qilmay chiq etaveradi. Go'zal qiz, u ham ona bo'ladi. Farzand ko'rib yonida yetaklab yuradi. Meni suygan go'zal qiz, u ham ona bo'ladi. Farzand ko'rib yonida yetaklab yuradi. Kimdir muhabbatga yetar, kimlar qoladi. Kimdir yetolmayin dog'da qoladi. Quyosh botib, oy chiqib, kunlar o'taveradi. Soatim esa parvo qilmay chiq etaveradi. Chiq demas ekan, keldingmi vaqting tugadi, endi ketgil der ekan. Endi bildim odamlar bekorga chiq demas ekan, keldingmi vaqting tugadi, endi ketgil der ekan. Men ketgandan so'ng ham soatim qolar ekan. Bolamga ham bir kun kelib, endi sen ham ket der ekan. Soatimga qarasam chiq etaveradi. Meni umrimni aldab olib ketaveradi. Soatimga qarasam chiqillab yuraveradi. Meni umrimni aldab olib ketaveradi. Men yurgan yo'llarda boshqalar yuraveradi. Men qo'shiq aytgan sahnada boshqalar kuylayveradi. Quyosh botib, oy chiqib, kunlar o'taveradi. Soatim esa parvo qilmay. Bugun boshdan O'zbekiston qayda bor? O'zbekiston elim deb, yurtim deb yonib yashayotgan davlatimiz rahbarlari, prezidentimizga rahmat. Elim deb, yurtim deb, Ziyoli deb rayonimiz rahbari Hoji Do'stmatovga rahmat. Allohim rayonimiz prokurori elib, yurtim deb yonib yashab, uxlamay kechalari mahallasiga kelib xizmat qilgan rayonimiz prokuroriga rahmat. Uning yordamchisi rahmatli Shuhratjonning o'g'li Javohirjonga rahmat. Allohim hammalaringga bir o'zimizning 4-bo'lim Ziyoli mahallasi Hoji Otalar nomidan, Qari Mo'ysaflar nomidan hammalarining xonadonlariga sog'lik, salomatlik tilayman. Allohimdan so'rabdilar, qanday narsani so'rasam hamma narsani tilagan bo'laman debdilar. Salomatlikni, xotirjamlikni va kuch-quvvatni. O'sha salomatlik, xotirjamlik, kuch-quvvat butun yurtimizga, butun
xonadonlarga bo'lsin. Yashang. Rahmat. Mana Ziyoli mahallamiz tarixiga kelsak, Ziyoli mahallamizning tarixi bor. Mana bizdan birinchi qahramon chiqqan ayol kishi Mehrixonim rahmatli To'ychiyeva. Mehnat qizil bayroq qasalar. Mehnat qizil bayrog'i o'rdan olgan Abdulazor aka Abduxoliqov rahmatli. Va mana Mirzahmedov Abdurahim akamlar shunlar mehnat qilib el yurtda qolaversa, mana buvamlar bor, Karimov Turoshev bor, ular ham xizmat qilib Lenin o'rdan olganlar. Allohim ularni rahmatiga olib, mana hozirgi yoshlarimizdan qarang, Ziyoli mahallamizdan davom ettirib, mana o'zimizni bloger Shuhratjon Rahimov chiqqan. O'quvchi fuqaroni bugun shu ro'yxatga kirgizib, mana shu ro'yxatda bugungi kunda sal yangilik bor. Bu yangilikni ham aytamiz. Sug'urta, tibbiy sug'urta. U ham shu yerda. Keyin mana bu yil 25-yil, 26-yildan xudo xolasa tibbiy sug'urta. Endi yoningizda ketadi sug'urtangiz, qayerga yursangiz, qaysi viloyatga borsangiz, qo'lingizda ruxsatnomangiz bo'ladi. O'sha pasportingizda tibbiy sug'urta belgilangan. Keyin deylik qaysi joyga borib poliklinikaga murojaat qiladigan bo'lsangiz, xuddi shunday. Bu yerda vatani bo'ladi. Tibbiy sug'urtani, umuman mahallani har bitta fuqarosini keldi-ketdisini bazasi bo'ladi. Baza. Bu yerda bazada hamma bugun tug'ilgan bolani ham, qizni ham raddonda tug'ilgan bo'lib mahallada propiskaga qo'yildimi, shu yerda bazada ko'rinadigan baza bo'ladi. Bir prokuror bo'lib bir duo bering. Ikkovlaring ham uzoq umr ko'ringlar. Amin. Bolalaringiz rohatini ko'ringlar. Hamisha sog' salomat bo'lib, yerda xizmatda charchamaycha. Yurtboshimizga ham rahmat. Uzoq yillar yashab, xizmat qilib, sog' salomat bo'lib, Hoji otaman bu hojilarni sog' salomat yurishlaringizga qilayotgan ishlaringiz Alloh taolo xayr qilsin, bardavom qilsin. Alloh prezidentimiz ajraydi. Bu mablag'larni Bodirga aytgandek, mezonida O'zbekistonning har bitta mahallasida xuddi shunday mahalla yettiligiga berilayotgan sharoitlardan biri o'zlaringiz bilan ko'rib turibsizlar. Bu o'zidan o'zi qurilmaydi, o'zidan o'zi qurilmaydi. Muhtaram prezidentimiz har bitta chekka qishloqlarga ham alohida e'tiborlari uchun rahmat. Sizlar faqat duoda bo'lib, xalqimizni bugungi kunda qilayotgan dehqonchiliklariga Xudodan so'rab tursak, qolgan hammasi zo'r. Muborak bo'lsin. Endi tekshirtirishga kelib turinglar. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Qoribo, ularga ham bir duo qiling. Hokim bilan mana yaxshiroq duo qiling. Bahodirjonga alohida. Amin. Bizga xotirjamlik, ofiyatni bergin. Alloh taolo bu yangi maskanlarni o'zing muborakbod etgin. Bu maskanlarni doimo xalqimizga tinchlikda, xotirjamlikda, ofiyatda xizmat ko'rsatishni Alloh taolo o'zing nasib etsin. Bu maskanlarni obod qilishlikda bosh-qosh bo'lgan hokim bobomizni, prokuror bobomizni hammalarini ham Alloh haq subhanahu va taolo
kasb-u kamolatlariga Alloh taolo o'zining fayz barakatlarini ato aylagan. Xonadonlarga doimo tinchlik, ofiyatni bergin. Nima niyat maqsadda mana shu joylarni obod qilgan bo'lsalar, Alloh taolo o'zining ziyodasi bilan ato qilgan. Allohu akbar. Rahmat.